balam, mush kunda sana nima bo'ldi? Kamsiz, xiyolchan bo'lib qoldi. Oqshomlari yerim kechada kirasan. Sahardini qo'pib bu bir nimangni yana tarangishqan o'tsan. Sening zodi menga deyamayotgan qandoq gaping batdi balam. Jenim balam, qandoq gaping bo'lsa menga aytqin. Apa. Menga hech narsa bo'lmadi. Ozroq ichim pishib shu. Uyquni buzib qo'yibman-da. Meni kechirayotgan apa. Xafa Balam, meni bilmaydi demagin. Zodi senda bir gap bor. Men sana choy damlab chiqay. Yey, mabal nim bo'lganda? Sarang olib qoldimi nima? Voy, nimandaq o'zingda o'zing kulsan balam? Hey, Avud, choy damladim. Nega borsan? Hey, Avud, choy ichmamsan? Bo'ldi, apa, choy ichmayman. Etizga berib kelay. Tova, mabal nimandaq sarang taqliqlarni qilib shirdi xando. Asiye. Siz? Asiye, atiganda beri men sizni saqlab. Nimishingiz bor? Tezroq ayting. Maldikilar ko'rib qasat turdi. Asiye, men sizni to'la o'ylab sarang bo'layli deb qoldim. Men bu gapni xelidim bu yan deyishni o'ylagan. Bugun mana oxiri qat'iy niyatga keldim. Asiye. Avut, men bu ishlarni o'ylashmadim. Kechiring. O'ylashib baqay desangizmi mayli. Lekin meni umidsizlantirmang. Meni dadingizda sarang qilay demsiz. Avut, men Asiye, sizni ma'qul desangiz, men sizni bir umr baxtli qilaman. Bo'ldi, Avut. Men o'ylashib baqay. Oy! To'xtadaymi? Ay! Oy! Yetişemeysiz. To'xta! Ay! Hey, kızım. Oy. Hey.
Asiya, men ata harbiylikka mangadigan bo'ldim. Men kelgicha saqlay olasizmi? Men bir ömür saqlashga rozi. Chunki men umrimda faqat siznila. Bo'ldi Asiya, men hamma tushundim. Men cho'qim tezroq kelishga tirishaman. Xo'sh, amon bo'ling. Kechda o'stan bo'yiga chiqqanda ko'rishaylik. Deydigan nurg'un gaplarim bor. Bo'lamdi. Ma'qul. Men cho'qim chiqaman. Mirshad, men bu 2 yilni sizsiz qandoqmi o'tkazaman? Menmi shu Asiya? Sizga ma'lum urug' tuqqanlar bilan. Men-chu xalqning yurtida nima kunlarni ko'raman. Siz bundoq deysangiz, mening ko'nglim texim yerim bo'ladi ekan. Bo'ldi Asiya. Meni xotirjam ma'sum desangiz, yig'lamang. Kulib o'sting bo'landi. Ha? Bo'ldi Asiya. Kech kirib ketdi. Hatta saharlamangman. Berib tayyorligimni qilay. Beribda xat yozaman. Bo'lamdi. Bu sizning xatingizga. Rahmat. Arzimaydi. Asiya kunlarini Mirshaddan kelgan xatlarni o'qish bilan o'tkazdi. Sizning xatingiz. Rahmat. Arzimaydi. Yıl to'shqan kuni Asiyaning 4 ko'zi bilan kutayotgani Mirshadning o'zi emas, balki o'lim xabari bo'ldi. Yo'q. 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 Mirshad, 4 yil bo'ldi. Men sizni umid bilan kutdim. Ölüm xabarimiz mana xuddi chaqmoqdek yo'lg'ashqa. Mana hozirgacha yanada yo'limizga qarab keldi. Endi qanday qilay? Mana ishimni bir yerga bordi. Mahaldagilarning orqamdan topmagan keti qolmadi. Avutqu o'zi yaxshi bola. Biroq uni bo'ldilar. O'zimni oldimaylar. Endi kamigan odamning yo'liga qaraguncha Avutqa. To'g'ri.
Vay gül begim, gülzar begim, candin aziz, bulcam mene. Dostlar bilen seyle kılıp, bağlar ara, yürgenlerim. Altın tatayımı yar yar, yambu tatayımı. Kelme kelme kelginge rahmet itayımı. Gel boylarını egip çileyim yar. Çin yürekten süygüle yana çileyim yar. Lanidek boylarını egip çileyim yar. Çin yürekten süygüle. Saçlarım, sumbu saçlarım, süysem süygün kelego, anlar yüzlerim. Kara kaşlarım, büdre saçlarım, süysem süygün kelego. Balam, sana deydigan bir gap batdi. Desem ochiqing kelami? Nima gap o'sdi avagin apa? Balam, to'y qilganingmi 3 yil bo'pti. Ko'zimning ochiqchig'ida navramni beqib cho'ng qilaman degan umidim batdi. Lekin sen Apa, nimandaq gaplarni qildigan sen? Oldirmisanchu, navrugimni to'ysa texi. Balam, sen undaq degan bilan asta mabalni. Gap anglamaydigan. Avut, apamiz nima deydi? Hech gap yo'q, sarlashma bo'ldi. Bo'ldi, Avut, xijil bo'lma. Ham o'zingizni qiynama. Men hammani angladim. Apamizning deganimi to'g'ri. Boshqa onlardek navri ko'gisi kelibdi. Shunga men deyman. Bo'ldi-la Asiya, men bola demaganki opamning gapiga hal deb qo'ysam bo'lmadimi? Biroq demisimi, bizning tangtushlarimizning bolalari cho'ng bo'lib ketdi. Voy, Asiya, bo'ldi qisonchu. Bek bola boqqan kelib ketganmiz birini bek qo'saqli bo'lmadimi? Rasma? Men sizni bundaq deydi deb o'ylamagan edim. Hey, sen texmin tushunmamsan? Mayli qandaqli ish bo'lsa, men seni hargiz ranjitmayman. Asiya, mening seni qanchalik yaxshi ko'rganligimni bilamsan. Men sana har qanday odamning yomon ko'zga qarashini xohlamayman. Men seni haqiqatan yaxshi ko'raman. Charchagansiz, baldiroq aram elang. Avut, nim bo'ldingiz? Mana ber, tamig'ingni ayta menga.
Avut, yaqindan buyon sal chechilib kelyapsiz. Apingiz yana beshingizni og'ritayotgan o'xshamamdi. Bo'ldi, Avut, o'zingizni qiynamang. Men Bo'ldi, bu gapni qilishmaylik. Tamig'ingni yegina, keyinchalik bir gap bo'lsin. Asiya, Mirsa, siz qanday bo'lib? Maktubalarga yajik xizmat bilan tushgan. Anglasam to'g'ri bilyapsiz. Shunday Mirsa. Men sizni o'ldirib olaman. Kechiring Asiya. Sizga bu xabarni kim yetkazgan? Hech bilmadim. Asli qarqashga o'tgan orliq jirat tuzummicha shunisi bilan aloqa qilishamidi. Yaqinda harbiylik yangan. Bu malki maktab beribdi. Yaras turmushini qanaqa? Turmushimiz herhalde yaxshi. Balanglar cho'ng bo'lib qolgan. Bana yo'q. Hozircha bir iyichaqsiz qizni aytib oldim. Yaxshi qilibsizlar. O'qiyotganmi? Yo'q, o'qitmadim. Mirsa, bu mening yo'lishim olib bo'ladi. Asiya, menga uy kirib tamoq yedi. Bu mening boshlang'ich maktabda sovqitishim bo'ladi. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Menga Asiya! Bayqirasizlar seni sog'itishingmi? Shunday, u mening sovqitishim. U ajab maktabda jirmay bizning mahallani aylanib qoldi. Ha? Buni men bilmadim. U yo'lda uchrashib qolgan. Ha, bo'pti. Bugungi kuniga tasodifiy bir ishlaylik. Buningki uning bilan birligini ko'rib qolmayjimi? Bo'ladi. Bo'la, tamoqni ishga kerak edi. Qo'saq ichib ketdi. Bo'la. Oy! To'xta deyman. Texim yerim bo'ladi ekan. Bo'ldi Asiya. Meni xotirjam mansun desangiz. Yig'lamang. Kulib o'stim bo'ladi. To'g'ri, mavishni. Aylanib kelib Asiya bilan uchrashib qolganim. Qaraganda, u hozir meni yaxshi ko'rdiga o'xshaydi. Men nima degan yaramas. Beshimga qo'ngan baxt qushini. Ashu ovut deganimni topqizib qo'ydim.
hurmatli rahbarlar, yo'ldoshlar. Men bu maktabga yangi kelgan bo'lsam-mu, bugun mush yerda o'zim bayqagan ba'zi bir masalalarni o'tirib qo'ymoqchiman. Meningcha, maktabning hisobot ishlarida azroq masala bor deb qiladi. Aslida mundaq ekanda. Maktab o'z kuchiga tayanib ish ko'rib, iqtisodchilik bilan maktab boshqarish shiori bo'yicha o'qituvchilar iyoni qilgan pullarga 50 tuyoq qo'yilib beqishqa bergan. 5 yildan beri bir to'lmi qitilmagan. 50 sog'liqning 5 yillik to'lini o'riyab ketdimi? Uni azdab biz qo'ylardan foyda olmoqda yo'q. Yuqori ajratga o'qish xarajidan bir qismini shu aynimas qo'ylarning geliq qo'noq kepak ip tugatyapmiz. Buni zot kimdan ko'ramiz? Bu yuqorining va barlig'imizning o'ylashga tegishli ishimiz. Sizlar o'ylab yiqinglarchi. Hey! Yana keldi axon. Anlab tur. Halanga beqib haltat, haltanga beqib untat degan gapni anglamaganmisan? Men-chu, mau maktabga mudir bo'g'ili 30 yil bo'ldi. Sendakdan netchini ko'rganman, bilamsan? Sen peki o'zingcha mushu maktabda bir islohot yurgizmoqchimi? Ha? Yo'q. Bo'lmasa oldi to'pran ko'tarmoqchimisan? Ha? Yo'q. Sana aytib qo'yay. O'shingni chiqib yur. Bo'lmasa o'zimni chog'lamay shirtdan etibdiman. Palazga yo'ginib, hatto etibdiman degandek bo'lib qolsan. Uqdingmi? Ha, mani o'qib qo'ya. Ha? Kira. Yaxshimisiz? Bo'ldi, boshqa kun kelay. Efendim? Bu chiroyli cho'kan kim bo'ladi? Mau chiroyli cho'kan bilan tuqqan o'xshamamsizlar? Ha? Savodosh bo'lamiz. Yo'q. Savodosh. Savodosh. Savodoshda. Doshda. Savodosh, ha? Ishqilib gapning naxirin desam, o'zingga hezi bo'l. Uqdingmi? Oy, assalomu alaykum. Ovtaxon qandoq mijozinglar? Mudir. Voy, bu kunning isig'idan imonchilik chiqib oldingiz. Allah, nima dardingiz botdi? Yoki bo'lmasa, iliq satan xotindan dard chiqyapti ya. Nima? Nima dedingiz, mudir? Hamda qarang deyman-a. Hamda abaydan qarang. Osiyo degan qiz bo'lim kiribdi-kan. Shunda qarsam, iliq yeng kaldaxon bilan yaqin turishib, qarang. Bir nimlarni kusurlashib, kulishib, birdam yig'lishib, mushunda qilib ketib bordi. Yangi kaldaxon Osiyo nemingiz desam, meni ko'rib chiqib ketib qoldi. Osiyo gul, yeng kaldaxondan nemingiz desam, sovoq dishim deydi ukam, qarang. Nima? Bu gaplaringiz rostmi, mudir? Rost bo'lmaydi, ukam. Rost. Yolg'on so'zlab otmaydigansiz, mudir. Hey, jinim ukam. Mo'sh ishimda men sizga yolg'on gap qilamdi. Jinim ukam, ishonmisiz, o'zingizning ishi. Qog'inni men o'qimadim.
Endi ma sizin halingizga yaman bo'lmasin deb qilayotgan ish bu. Canım ukam, chiroyli deganning bag'o qarang ukam. 80 yang serisi bo'ladi juma. Sizni aldab ketmasin deb davatime ma gapni. Seni resva. Öldürüp etmeydiğen bolsam. Meni aldab nemi payda alasak edi? Ay Altaxun! Ay Altaxun! Man qarsida ukam. Bak aldıran ola qımızda. Hazırgo çoğunçatak yok. Bu şey yen keldaxundi bo'lib ammi shuma. Asiyago o'g'li qiz. Ishqilib, o'ylab ish qiling. Qog'inni o'zingiz biling. Men mushichik deb qo'yay ukam. O'shamisa. Seni öldürüp etmeydiğen bolsam. Bu resva. Benim başka bir yok. Ben fakat sizin sözlüğe boyunca tabak çakıp koyayım bakalım. Ben bu lamzelin üyümki tamak çakırım ben ha. Bana onun tamak. Ha! Seni öldürüp etmem. Sen beni aldırdın. Beni atmak muhabbetini aldırdın. Ben sana diyen bu. Her kandak yat adam. Sana gep kırışk emez. Karaşkımı babay dedim. Açsızlar. Bu resva. Seni öldürüp etmem. Tokta bırak gel. Tokta. Tokta deme. Bu resva. Tokta. Seni öldürüp etmem. Tokta. Ne oldu Yaşı? Beni öldürüp ettin. Korkmam. Ne oldu? Gittim atına. Korkmayın ben. Ahmet sen bir çanta ışkanı sana olan para alışıp durup sendeydin. Kim o? Kim onun kuşunak degen de? Ben mi bilemedim. Arlaşma! Seni öldürüp etmeyin kafasına! Sana yağın gelip kim kıldı? Sen arlaşma! Yer dur! Oldu kılgın değme avu! Yer dur! Arlaşma değil mi? O resma seni öldürüp etmeyin kafasına! Adem baba! Yer dur! Özcan bir şuan avu! Oldu kılgın değme! Oldu kıl! O öldürüp etmeyin kafasına! Oldu kıl! Ey! Nurşat! Gözünüzü seveceğim! Nurşat! Nurşat! Gözünüzü seveceğim! Doktor sizni chaqirib-atadi. Yo'ldishingizning beshi qattiq saqlanibdi. Yo'q doktor, yo'ldishim emas, savoqtishim. Ha, mundaqdan oilasidan boshqa odam yo'qmi? Yo'q. Qanday gap bo'lsa menga desangiz bo'ladi. Bosh qismining zaxmisi xeyli og'ir. Hozircha bir mezgil balkim esini yo'qotishi mumkin. Agar yaxshi kutilsa, balkim 1-2 yil ichida xotirasi asli kelishi mumkin. Yoki mangu mushundaq bo'lishi mumkin. Mening shundaq. Bildim doktor.
dadan ko'rinmaydi balam. Appa. Nima bo'ldi sizlarga? Bir shot bilan ishni o'qishim. Asiye, seni bekli köküm geldi. Beni geçirip etken Asiye. Qaysi kuni to'xta degan ablahni gapiga ishilib ketibdimi? Bumi mening seni yaxshi ko'rganligim Asiye. Meni kechirib etgin. Asiye, nima ish bo'ldi? Apam qani? O sizdan shirasi anlab bardoshlik berolmay, meni seni qanchib qazo qildi. Asiye, el qimirshab degan nima qandoq bo'ldi? Soqchilar seni izdidimi? İstedi. Ama yana kelin isteydi. Mirza xotirasini yo'qotibdi. Soqchilar o yaxshi bo'lib tislar deydi. Asiye, elqi uydagi pulni menga ozroq berib turg'in. Men bir mezgil shaharlarda yushirinib turay. Qolgan ishni o'zim bir taraf qilib turg'in. Uydagi pullarni Mirzatning davolanishga beribdi. Hammani qilasan. Bu ishlar sen aytdik. Men endi ishga chiqamayman. Sen günahsın. Kızım, endi ikimiz birer iş qilmasak, bosh qoldigan o'xshaymiz. Ma'qul appa, siz nima ish qilsangiz men shu ishni qilaman. Sizga yordamlashib beraman. Bolam, maktabning oldida ushaq-chuchak narsalarni elib setib boqandik ya. Maktabning oldidami? To'g'ri, shunday qilaylik. Hozirla bir nima setib olaylik appa. Bo'lmi appa?
Asiye? Neredesiz balam? Asiye? Kelin çoğuna. Köpek kelin. Boludu balam. Nemiz kılıvat attınız? Tamak etkice bizden öygülü kırsınız bulmamdı. Göңür möңür billi yeytik emes mi? Hey, bala, men mi yalğız jenimgi tamak etimen? Billi yesek bulmamdı. Rahmet çoğuna. Elimi sizni köp avar kıldım. Nädiki gapni qilmang balam. Siz bu mahalliga kelgandan beri men burunqidek yolg'izchilik tatmaydigan bo'ldim. Nemishqidir, ko'nglim sizni tatib turdi. Har qanday gapni sizga degim keladi emasmi balam? Çoğana birer iş bilen kirgenmedimi? Anlasam, seyrik qağazni ip bo'psiz. Şundaq, 2 yıl bo'ldi. Onun öliktirik xabarini oxmadım çoğana. Nemi qilishimni bilmay qoldi. Bo'pti balam, peshonik tutilganni ko'may iloj yo'q. Endi mushunchalik vaqtingizda birarsiga to'y qilib elam. Bo'lamdi balam, gapimni angla. Jeni çoğana. Erdigen şundaq bo'lsa, endi harigizni to'y qilmayman. Ondaq demang balam. Yoshlikni bilmagan bilan yosh cho'ng bo'lganda tas bo'ladi ekan. Ondaqda o'zlarim bir umr to'l o'tibdi-ku. Shunga deyman qo balam, qiyirganda odamga tasgan, bu yoshga kirganda erga tegiman deyishdi. Nomus qildigan gapkan. Biroq cho'ngana saatida to'y qilgim yo'q. Bildim balam, avutni unutmayapsiz-da. O'mida yana nim bo'ldi balam. Mendan yoshirg'idek sodi qandoq ishdi u. Shu mirshabdek o'y bo'ldi. Asli mundaq ishganda balam. Lekin u hamon sizga yuk bo'ladi balam. Siz hozir o'zingizni balangizni oralib yiqawatsınız. Onun bilan zodi qandoq ishdi? Çoğana hech kimga demagan edim. Rostimni aytsam, u mening tunji sevgilim edi. Ikkimiz bir-birimizni bek yaxshi ko'ratdik. Taqdir menga shunchalik eg'ir chaqchaq qildi. Shunday qilib, yaxshi ko'msammi, avut bilan to'y qildim. Mirshabning bu mahalliga paydo bo'lishi turmushimni ostin-ustin qilyapti. Ha, mundaqdan qizim. Lekin hozir amal yo'q. Siz hozir o'zingizga qo'lingizga qo'l, putingizga put bo'g'idek bir erni tepib yotliq bo'ling. Bo'lmasa qiynalib qolasiz. Tushundingizmi bolam? Hey. Onun ustiga u saram kechichi eshigingizni qiqib yursa, ma mahaldagilarning qilgan gaplarini anglayotgansiz bolam. Gap to'la. Eng yaxshisi vaqtida beshingizni o'ngshib olsangiz bo'larmikin bolam? Bo'ladi cho'ngana. Men o'ylashib baqay. Assalomu alaykum Sarqajon. Va alaykum assalom bolam. Kela, bu yoqqa o'tgin. Yuqori o'tgin bolam. Yuqori san bo'lmam. Bo'ldi, mashadla o'tir.
Balam, nima gap baydi? Sen kirgili ne ekan? Tırnağını tatlaplı oltursan balam. Qaş gap qilmam sen. Men shu Osiyani sizin deb baqamdikin. Mundaq gapmi de balam. O'zingni deysan bo'lmamdi. Yo'q, cho'na yo'q. Men hargiz qiz bola gap qilmayman. Men Bebinurdan hag'ish tashlamaydim. Osiyami meni yaratmay qolsa men qanday qilaman cho'na? Bo'ladi balam, bo'ladi. Elchiga o'lim yo'q. Men berib deb baqay. Lekin bakmi umid kutib ketma. Bo'ladi cho'na, amsi men chiqay. Cho'na, ishimni birak berib qoldi. Mushu ishimga bir yordam qilayotgan bo'lsangiz, ish bitgandan keyin sizni obdan rozi qilaman. Ma'qul balam, ma'qul. Xudoyim telekinga yetkazsin balam. Tamoq yeyib balam. Birdam dil aytaman. Birdam o'ltirsam bo'lmamdi. Avarama. Balam, atdigandan beri shuncha gap qilsam, nimanda qilasiz? Ha? O bechoraning hech nimasi yo'q. Beshidan issiq sovuq o'tgan undaq odamning qadrini qiladi. Uning ustiga u balamning qo'li ishliq. Nima qilasiz? Yurtini, yana bir nimasini surishtirib balam. Buni o'ylash baqsangiz. Cho'ngani, bo'pti. Mushqitim sizning gapingizni anglay. Ha, ma'u gapingiz bo'ladi balam. Shunda qilinamiz. Oy, qani bular? Qaytib keldingizmi? Kel. Yuringlar xotin. To'xtanglar xotin. Bekilinglar. Ma pulni elib obda yaksab qo'yinglar ma'qulmi?
Xotin. Asiya? Ha? Men bugun traktorni o'ngshab bo'lib, shahar kiraman. Sizni mo birga ilib kiray. Shahardan o'zingizga, Ramilaga lozimli narsani ilib bering. Qani, siz avval o'zingizning ishlarini tugib deyling. Bo'lamdi. Bo'ladi. Asiya. Ben traktorni o'ngshab turay. Siz boldiroq tayyorlab qiling, ha? Tezroq bo'la olsa. Amin. Allohu akbar. Bir qarış sarandı. Hay, biçare. Hammaga men sababchi. Oy qurban, nemish qilyapsan? Ha, men traktorni o'ngshab deydi. Baldiroq o'ngshab uy qayt. Ayoling yana Amircha sarang uyiga kiryapmisan? Ey adash, bu traktor buzilsa-ku o'ngshmog'ini bo'ladi. Xotin buzilsa-ku o'ngshmoq tasjima. Vanja! Ay! Bimarning ayoli qaysinlar? Ishxonaga chiqing. Belning umurtqisi ig'ir darajada zaxmlangan. Hayoti aman qolgan taqdirda belning tuvan tarafi bir umr paralish bo'lib qoladi. Shunlashqa azroq yaxshi bo'lganda uyga ochiqib o'ptaroq ketdim. Doktor, aman qolgan bo'lmasmi? Cho'ng shaharlarga oparsanglar bo'ladi. Lekin bu ahvolda chiqimi ko'p bo'ladi. Ham yaxshinish nisbati bek to'g'ri. Bo'ladi, men chiqay.
Asiye. Doktor nima deydi? Ansirma, yaxshi ketadi deydi. Yolg'on. Men sezib turibman. Mening kesilim. Nahadagi gapni qilma. Siz yaxshi ketasiz. Asiye. Rost gap qiling. Menda yoshurman. Yoshurmadim. Hozircha putingizni harakatlantirolmaydi ekansiz. Az vaqt o'tgandan keyin asta-asta yaxshi bo'lib ketasiz. Demak, bir umr yotadi ekan menda. Ya qurban, yaxshi bo'lib ketasiz. Men uyni, traktorni setib bo'lsam, sizni cho'q shaharlarga olib borib davolatdim. Cho'qim davolatdim. Bo'ldi, Asiye. Uning hojati yo'q. Pulni undoq Rikardan bekor buzmang. Sizga kerak bo'ladi. Bo'ldi, birdan damin. Qurban, men tamoq yeysiz. Ha? Mayli, Asiye. Men bo'z o'xshash. Mendan so'ramay, qolgan bir nima qilasiz. Undaqda sinishlik o'mash etay. Birdan-bir tayoq qilaman. Asiyening rostlilik sarang bilan bir ish bormi? Undaqda menga nemishqa bundoq yaxshi muomala qildi? Yoki yosalmalik qilyapamdi? Qurban, tamoq yeyilim. Ey Qurban, menga nimanda qaraysiz? Asiye, siz rostlilik sarang bilan Nemi sarang? Qaysi sarangni deysiz? Nimandaq gaplarni qilasiz Qurban? Yo'q, Asiye. Sizning hiliq sarang bilan hech qanday ishingiz yo'qmi? Yo'q. Bo'lsa-mu, u degan to'ydan avvalgi ishlar nima? Endi meni o'sha sarangdan kullayotamsiz? Kullamadim. Qaysi kuni haqlardan bir gap anglab qoldim. Shu achchig'imda traktorning tegidan chiqqicha traktorni o'rib o'tibdiman. Tova, Qurban, har qancha bo'lsa-mu, menga ishonsangiz bo'lmasmidi? Achchig'lig'imning dardi chiqdi mana. Bir umrman. Men undaq demoqchi emasdim, Qurban. Bo'ldi, Asiye. Deyvering. Menga ayon. Endi men shunday bir umr yotaman. Siz bo'lsangiz, mana meni shunday bir umr kichik bolani boqqandek boqasiz. Mayli, Qurban, men bunga rozi. Men rozi emas. Siz keting. Siz yosh. Meni deb umringizni zoyi qilmang. Tamoq sovib qoldi. İçimde. Asiye. Mirshad. Asiye. Siz. Shunda Asiye, bu men. Bugun hammani esladim. Ikkimizning o'stan bo'yida yugrab o'ynaganlarimizni. Oydin kechalarda yulduz sanganlarimizni. Avotning sizni urganliklarini esladim. Asiye, meni kechiring. Men sizni bu datlar qo'ydim. Astroq so'zlar Mirshad, Qurban anglab qoldi.
Biz endi o gaplarni qilishmayli. Asiya, men sizni hozirgacha yaxshi ko'raman. Xotiramni yo'qotgan chaqladim o. Sizning chiroyingiz faqatla ko'z oldimda ketmadi. Mana bugun men hammani esladim. Shunga bu gaplarni sizga tegib keldim, Asiya. Bo'ldi, Mirsham. Hilimi ozcha patatmadingiz. Endi meni unutib ketding. Chunki men endi qurbonga mansub. O unda qolib yassa, uni tashlab ketamayman. Men sizni qurbonni tashlab ketang demadim. Faqat sizning meni yaxshi ko'radigan, ko'maydiganligingizni bilib boqay deb keldim. Men bugun ketaman. Yiroqlarga ketaman. Sizni endi hargiz avor qilmayman. Bo'ldi, Mirsham. Yo'q gaplarni qilma. Asiya, siz meni yaxshi ko'rsiz shundaqmi? Mirsham. Bo'ldi, keting, Mirsham. Xo'sh, Asiya. Sizni menga so'yman. Xayr, xo'sh, men ketdim. Asiya, etizga chiqdingizmi? Yana nega boratdim? Jafo tortyapsiz, bilyapman. Men sizga dedim-ku, men bilan qaringiz bo'lmasin deb. Bo'ldi, qurbon. Hadisim shunday gaplarni qilaverdi ekansiz. Yerib kelganda bo'ldi qiling. Men chiqib tomoq yeyay. Qo'shig'ingiz ochqanda. Tamam, qurbon. Siz benim aşım kiçikliğine gitmem için doğru küçüklerini aldınız mı? Endi bu mahallede ben Allah yüzümü götürüp yürümem. Ay Xudo. Qaranlab kelyapti. Assalom. Tovuq qildim, Xudoyim, buning yo'liqqa erni nas basamda nima? Voy, shuni deyman. O'lgani o'lib, sarang bo'g'ini sarang bo'lib, yo'qolgani yo'qolsa. Hey, bu jahon qanday bo'lib ketdi? Shu niyat to'g'ri emas-da bu ayolning. Oxiri qanday bo'lib ketar ekan ta? Hey. Erlaringlarga chin bo'linglar, jimon. Buning nima sehri bor ekan tan? Birlik ko'rgan erlar agib ketamaydi.
Asiya, sizlarmi qiynalyapsizlar, bilib turibman. Ikkinglar ayol kishi tursanglar, mening ko'zim Ramilaga tushgili xili bo'lgan. Biroq shu eg'iz etishga petmamidi. Undaq degan bilan Ramila unamu. Asiya, men oldin ala sizlarga 1000 yuan beray. To'ydan keyin har oyda sizga xarajat pul bergandan sirt, etiz ishlarga odam sep beraman. Ramila baribir to'y qiladi. Faqat shu sal boldirli bo'ladi. Deb baxmansiz. Meningcha Ramila qo'shiladi. Mana, ma'u 1000 yuan. Qanaylik? Oppa, pulni olma. O'tinib qolay, pulni olma. Men to'y qilmayman. Voy, nimanda faqiraysan? Sen kichik bo'lgandan keyin ko'p ishlar aralashma. Ma'qul amsa, men chiqay. Jinim oppa, sizdan xush bo'lib qolay. Men uning bilan to'y qilmayman. U mendan 16 yosh cho'ng tursa, uning pulini berib edim. Mayli qanday ish bo'lmasin, men ishlab topay. Men sizni boqay, jinim oppa. Men uning bilan to'y qilmayman. Bo'ldi bolam, yig'lama. Men ham shu Onunla dəyil yox. O çoğun boğan bilən qo'lidan hər halda iş keldiğən adam. Qara, sen onun öyiga bassam, boğoriga turmuşlardan qutulasan emasmi? Hem hər halda bizga ega bo'ldigan odam chiqdi bolam. Gapimni anlag'in jenim bolam. Uqdingmi? Biroq oppa. Bo'ldi bolam, gapimni angla. Endi biz uxlaylik. Yürü. Meni kechirin. Xatning oldida yuzingizni tekadigan bo'ldim. Lekin Ahmad bilan to'y qilsam, bir umr pushaymon qilaman. Uning bilan to'y qilgandan ko'ra o'lgan yaxshiroq. Men ketdim. Oppa. Omon bo'lsa, bir kuni ko'rishib qolamiz. Jam bo'lamiz. Xo'sh.
Qizim, sizga nima bo'ldi? Nima ish yig'laysiz? Qayerdan keldingiz? O'qish taradi. Bu yerda tuqqanlaringiz bormi? Yo'q. Undaqda kichikini qizdirib, bu yoq yurtlarda yolg'iz nima qilsiz, bolam? Bolam, qiz bola turib, bu yerlarda yurma. Bir mezgil bu yerda menga hamroh bo'lg'ash. Mana yordamlashing. Raslo. Qizim. Rahmat, opa. Rahmat. Yig'lama. Yig'lama, bitta qiz. Yig'lama. Ramila. Ma'bol ne ketgandi? Ramila? Ramila! Asta, bu bal ne ketgandi? Ramila! Ramila kirganmidi? Yo'q. Yo'lliq mayk kiygan qizni ko'rgansizlarmi? Yo'q, ko'rmadim. Ramila! 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 Balam Ramila! Nerede ketgansan balam? Ramila! 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 Keling, Ahmet, keling. Voy, yaxshimisiz bo'g'iz qiynama. Ramilani gapga kirgizdingizmi? Ahmet, Ramila yo'q turdi. Men uni topolmayapman. Nima? Ramila yo'q turdi? Kimingni aldaysa? Shundaq desamda ketidi, ish bitidi deyotamsa? Amat, men Amat. Bildingmi? 2 kun ichida qizingni topsang topding. Bo'lmasa, pulimni tayyor qilib qo'y. Bo'ladi. Topsam men sizga xabarini beray. Bo'ladi emsa. Ramila, juvoyini. Ejabni taskinga qo'ydingmi? Ha. Seni tepib oldigan bo'lsam, nima qilib yetaman? Sen cho'qim shaharda. To'xta. Men bu g'ayrib kapanda tortishib o'ltirmay, shaharga kirib qulug'ingdan so'rab chiqay. Biroq uni u cho'ng shaharning nardimi topaman?
Balam Ramila, men tushdan keyin Sahroga berib kelay. Oshxonaning ishlari sizga qoldi. Ma'qul chong ana. Siz xotirjam beravering. Bo'ladi amsa. Men mang'ashtiray. Ma'qul. Xo'sh. Qani qiz, nima ish qilyapsiz? Aka, men choyxona taqay degan. Men taqishib beray, ha? Rahmat aka, siz bekmaskansiz. Ya, men mas'ulmidim. Qarang, mana men sapsaq turmamdim. Ma'qul amsa. To'xtang. Rahmat sizga aka. Tutdim. Men taqab beray, ha? Men taqab beray. Men yoqtiraman. Mana bo'ldi-ku mana. Voy, nima mashinada olib mangasiz? Aka, sizdan o'tnib qolay. Qizchoq, mendan Kech qoldi. nimachi qo'rqsiz? Men odam-ku, ha? Nimiz meni tushunmaydigansiz? Aka, meni ketgili qo'ying. Qizchoq. Nimachi qo'rqsiz mendan? Aka, o'tnib qolay. Meni ketgili qo'ying. Men bek kech qoldi. Nega ketib olay? Meni ketgili qo'ying. Aka. Qo'rqmang, ha? Ben sizinle üzem abur koyayım. Bırak siz beni. Hozir bosh sotchi va sotchilar maydonga kirdi. Hammamiz o'rnimizdan turaylik. O'tiringlar. Hozir sud boshlandi. Javobgar sud maydoniga yo'lab ilib kirilsin. Ramila, Jo'ana, bolam Ramila. Jo'ana, qo'yinglar. Javobgar isming nima? Ramila, Necha yosh? 17 yosh. Qaysi yurtdan? To'qsaradi. Madaniy saviyangchi? Savossiz. Kasbingchi? Yo'q. Kasbing yo'qmi? Yo'q. Nima jinoyatdan to'xtatib qo'yilgan? Bir odam menga chiqilmoqchi bo'lgandi. Men qarshilik ko'rsatdim. Sen bizning mo'sha o'ltirgan kengashim sud a'zolarining fe'l-o'rog'ini qonun bo'yicha sud etib bir yoqda qilishga qo'shilamsan? Qo'shilaman. Birasining o'zini chat elishini talab qilamsan? Yo'q. Aybdaguvchi hozir aybnomani o'qilsa bo'ladi.
aniqlangan dalil isbotlardan ma'lum bo'ldiki, zaxmlanguchi erning ismi Avut bo'lib, oldimizdagi qizchaqning, ya'ni javobgar Ramilaning beqib olgan dadisi. Guvohingiz bormi? Guvohchining sud maydoniga kirib guvohlik berishini talab qilaman. Guvohchi sud maydoniga kirsin. Oppa, orasida dadam. O'rninglarni turinglar. Hozir sudning hukmini e'lon qilamiz. Javobgar Ramila o'zini yo'lliq o'tganligi uchun jinoiy jazodan kechirim qilish hukm qildi. Naq maydonni qo'yib berilsin. Qizim. Oppa. Oppa, shaharga kelgandan tortib holimga masofadan oppa xabar oldik. Bizning hammasi bayramda bu gaplarni kim deyishadi? Oldin bizni uyga boraylik. Qani, kiringlar. Qani, choy ichgach o'tiraylik. Ilonlar. Singlim Osiya. Mahallaga ketadigan gapni qilma. Menmo yolg'iz uning ustiga Ramilaga ko'nib qoldim. Men hamma ishlarni Ramiladan o'qitdim. U mahallada tursangizmi, sizga yaxshi gap yo'q. Uningdan ko'ra bu mahallada hayotingizni yangidan boshlang. Bir-birimizga o'lgicha hamroh bo'lib, hadi singillarda o'taylik. Rahmat dedi. Bo'ldi, ko'ngillarni yerim qilmay, choy ichamiz. Osiya bilan Ramila kuyimchal, mehribon, Nisaxon onaning so'zini yiranmay, o'zlarining ashu xilvat mahalladagi uy bisotini setib, shaharga qarab yo'l oldi. Xilvat mahalladagi ashu tragediyalik turmushning o'rnini jimjitlik, tinch, xotirjam turmush egalladi.
icralları çat çat biter.